Hürmetli vatandaşlarım, leksiyemizin devamını sözleyimiz. Bu leksiya hem yana Wangdan Efendi'nin sözü doğrusudaki leksiya buludu. Mavzumunda Wangdan'ın eğizdeki po degan sözüden başlaganda Wangdan ketkizip koygan okuguchilar hareketinin daisidir. Mavzulu xabar 6. ayının 8. günü Dovitor beti e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Her yili hatırlanılan 4. iyun hareketi bir neçe gün öttü. Bu günkü nur bugünkü için nurgun kişiler 27 yıl köngül beldi. Yakımış hatırlaş günüge nurgun kişiler 28 yıl köngül beldi. Çoğan saldı, çakırık kıldı. Lekin şu vaxtki okuğuşlar hareketinin daisi Wangdan'ın yakında sözlügen sözleri münazara kozgadı. Wangdan Tayvan'dan ayrılış harpısıdı Tayvan'a 10 türlük teklif verdi. Bergen teklifinin içinde Tayvan müstakillik doğrusu toxtalganda Tayvan müstakilçileri kan töküşünü xalamaydı iken müstakillik teşebbüsleri eğizdeki po bolup kalıdı. Yani nurgun kişiler Wangdan bir eğiz emli gap kıldı dep qaragan bolsa mı? Lekin Tayvan diyen nurgun tanqidi fikirlerini keltirip çıqat. Wangdan 10 türlük teklif içinde mundaq görsetdi. Eğer kan töküşünü xalamaydı ekensen, müstakillik teşebbüs eğizdeki po bolup kalıdı. Wangdan yani mundaq görset. 20 yaşımdan başlap Kompartiya bilen elişip geldim. Nait enik ki Kompartiya emli koçqa etibar berdigan partiyadır. Tayvan qancha batır bolsa Kompartiya Tayvanga shuncha çeqilalmaydı. Nurgun kişilerin nazarda Wangdan rast gap qildi. Çünkü Wangdan Tayvan müstakilçilarining ojizligiga çekildi. Şuna Tayvan müstakilçilarining qattiq tanqid qilishi o'shirdi. Ba'zi kishilar hatto mundaq ko'rsatdi. Tayvandagi tanishliq bo'lgan Wangdan amaliyotda doirlarning, siyosatbozlarning Tayvan mustaqilligi niqobini yirtib tashlab, ular qozondiki qo'mashdek sakrashga boshladi. Wangdan 1989-yili Tiananmenda portlagan o'quvchilar harakatining raisidir. 4. iyun hareketinden keyin Jungo hükümeti 21 nafar kişiga tutuş buyruğu çıkargan. Tutuş buyruğu da Wangdan birinci o'ringa qo'yilgan. 28 yıldan keyin şu vaqt o'quvchilar harekatda qatnashgan nurg'un kishilar odatki turmushga qaytdi yoki jamoat so'rinlarida oz uchraydigan bo'ldi. Şu vaqtda birlikte Tiananmen meydaniga voqea qatnashgan nurg'un inqilobchilar, namoyishchilar asta 28 yil jarayonida odatdagi turmush qaytdi yoki jamoat so'rinlarida ko'rinmaydigan bo'ldi. Lekin Wangdan eshib qoldi. Yana ba'zi tahlilchilar mundaq hisobladi. 4. iyun voqeasidan keyin Wangdan bu voqea to'g'risida davomli gap qilib turdi. Mavzu 4. iyun voqeasi bilan chekilinib qolmadi. Wangdan'ın sözleri ve hareketleri davamlı münazara kozgap geldi. Wangdan'ın tesiri hazırgıça suslaşmadı. Çünkü onun vücudunda 4. iyun degen belge var idi. Wangdan yanıla 4. iyun tragedilik vakasida közge taşlanıp durduğun nişanlarının biri bulup kaldı. Wangdan'ın kadri kımmetinin büyüklüğüne mana şu yerde bağ bir işki bulup. Şunu Wangdan 4. iyunga münasebetlik mesuliyetini köplep üstüge elişqa ve öz kadir kımmetiga hürmet qilishga to'g'ri keladi. Wangdan 1989-yil o'quvchilar harakatining g'olliq odami. Bundan burun uning maktabdagi faoliyatları gavdalik bo'lgan. Oshkor materiallarga asoslanganda Wangdan 1989-yili Beijing, 87-yili Beijing Üniversitetiga o'qishga kirgan. 87-yili juma kechiring. Siyosat fanlari va Jungo tarixini o'rgangan. Maktabdagi chig'ida demokratik salon tashkillagan. Hozirgi zamon masalalari tadqiqot jamiyatini qurgan.
O'quvchilar harakati mezgilida Wangdan Beijing Universiteti oliy maktab o'quvchilari komitetining a'zosi bo'lgan. Ochliq e'lon qilishni chaqiriq qilg'uchi o'quvchilarning biri edi Wangdan. 4-iyun voqeasidan keyin 21 nafar o'quvchini tutish buyrug'i tushirgan. Wangdan davlat ichida yo'shirinib yurgan. Shu yili tutilib, hukm e'lon qilingan 4 yildan keyin turmadan qo'yib berilgan. Qarshilik harakati bilan davomli shug'ullangan Wangdan yana 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. 1998-yili Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezident Bill Clinton Jungo'ga ziyoratga kelganda Jungo hukumati odamgarchilikni asos qilib Wangdanni tashqarida davolanishga qo'yib bergan. Shundan beri Wangdan chet elda yashab kelmoqda. Yana bir tarafdan Wangdanning ko'z qarashlari, so'zlari davomli munozara qo'zg'ab keldi. Bu qatim Tayvan mustaqilligi to'g'risida so'zlagandan boshqa Jungoning siyosiy to'g'risidagi obzori reallikdan ayrilgan, mubolag'alashtirib etilgan deb hisoblandi. 28 yil o'tgandan keyin Wangdanning 4-iyun voqeasida ching turganligi intayin zo'r ahamiyatga ega. Uning qimmati, voqeaning qimmati dal mana shu yerda. Shunga Wangdan o'zini va belgilik xususiyatlarni davomli qadrlashi lozim, deydi Wangdanning so'zlariga baho bergan va Wangdanning tarjimali haqida qisqacha to'xtalgan avtor.